Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Angliya hökuməti Xitayning akademiya sahəsiga qo'l tiqishiga qarshi harakatga o'tdi. Xitayning Angliya universitetidagi Uyg'urlarga aloqador tadqiqotni cheklashga urinish qilmishi kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan bir vaziyatda Angliya Tashqi ishlar vazoratining alohida komiteti Xitoy rejimining akademiya sohasiga qo'l tiqishiga qarshi harakatga o'tmoqda. BBC muhofizachi gazeta qatorliq axborot organlari oldingi hafta e'lon qilgan tafsiliy xabarida Sheffield Hallam universitetining inson haqlari va qul amgaki masalasi professori Laura Murphy va uning tadqiqot guruhining Xitoy tarafidan ig'ir to'sqinlikqa uchraganligini 2024-yilning oxirida Xitoy rejimining besimi va Sheffield Hallam universitetiga qarshi to'kmat xarakterlik arz sababli universitet rahbarligining professor Laura Murphy va uning tadqiqot guruhi tayyorlagan Uyg'ur majburiy amgakiga aloqador dokumentni e'lon qilmaslikni qaror qilganligini 2025-yilning 5-ida universitet mas'ullari yana professor Laura Murphyga Xitoyning ta'minlash zanjiri va majburiy amgak jinoyati haqidagi tadqiqotlarni davomlashtirmasligini aytganligini xabar qilgan edi. Muhofizachi gazetining 10 noyabrdagi xabarida qayd qilinishicha, bu xabar xalqaroda kuchli g'ulg'ula qo'zg'agandan keyin Angliyaning yuqori darajali amaldorlari bu masalaga jiddiy qarashni talab qilgan. Tashqi ishlar vazorati alohida komiteti raisi Emily Sorenberry bu haqda to'xtalib, hozirgacha anglaganlarimizga asoslanganda Xitoy rejimining universitetlarimizga mudofaa qilishi bir tahdid. Biz buning doirasini tekshirishimiz kerak. Universitetlarmi buningga moslashib inkas qaytarishi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Sheffield Hallam universitetining xizmatchilari universitetning xizmat o'rnini qisqartishi va professori Laura Murphyning masalasini bartaraf qilishiga qarata andisi sababidan bugun ish tashlaydi ekan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 2023-2024 o'qish yilida Angliyadagi Xitoy o'quvchi soni taxminan 150 mingga yetgan bo'lib, ular topshirgan necha milliard funt sterlinglik o'qish puli ko'plagan universitetlarning iqtisodiy jon tomiri bo'lib qolgan. Professor Murphy Sheffield Hallam universitetining Xitoy o'quvchi bozoriga erishish uchun uning akademik erkinligini qurbon qilganligini ta'kidlagan. Professor Laura Murphy vaqasi xalqaro kuchli g'ulg'ula qo'zg'agandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi oldingi hafta bu haqda ifoda bildirib, professor Murphyning Xitoyga qarshi yolg'on uchur tarqatquchi ekanligini, boshqa davlatlarning hukumat organlarining fondi va qo'llashiga erishganligini aytib bildirgan edi. Yevropa Ittifoqi Huawei va Zhongshengni cheklashni o'ylashmoqda. Yevropa Ittifoqi komiteti bexatarlik andisi sababli Xitoy shirkatlari Huawei va Zhongshengning telegraf uskunalarini Yevropa Ittifoqi davlatlarining ko'chma aloqa to'ridan tozalash planini o'ylashmoqda. Bloomberg agentligining mazkur masaladan xabardor shaxslarni manba ko'rsatib xabar qilishicha, Yevropa Ittifoqi komiteti navbatda Xitoyning aloqa sohasidagi xatariga taqobil turish uchun unumli qonuniy yo'llar haqida izlanayotgan bo'lib, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning kelgusi bir necha yil ichida Huawei va Zhongsheng shirkatining telegraf uskunalarini asta-asta shallashiga turtki bo'ladi ekan. Har qaysi davlatlar tor uchur aloqa bexatarligiga borgan sari jiddiy qarayotgan bir vaziyatda Xitoyning Huawei qatorliq telegraf shirkatlari asosliq andisha obyekti bo'lib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi bundan ilgari a'zo davlatlarni alohida xatarlik ta'minlovchilarning uskunalarini azaytishga, xususan 5G to'ri qurilishiga mazkur shirkatlarni qatnashtirmaslikka chaqirgan edi. Gerçi Shvetsiya, Daniya qatorliq bir qism davlatlar ilgari keyin bo'lib Huawei va Zhongsheng shirkatining uskunalarini cheklagan bo'lsa-mu, yana bir turkum Yevropa davlatlari tannarxni ko'zda tutib, umumyuzlik cheklash tadbiri ijro qilmagan. Agar Yevropa Ittifoqi komiteti bu qatim majburlash tariqasida qaror ijro qila olsa, Yevropa davlatlarining telegraf siyosatini texmo ilgirlab birlikka keltira oladi ekan. Xitoy olam bo'shliqi quroliga aloqador sun'iy hamroh sistemasi yasaganligini da'vo qildi. Xitoy tadqiqotchilari olam bo'shliqi urush qurollariga yuqori aniqlik va kuch beradigan sun'iy hamroh sistemasini yasab chiqqanligini da'vo qildi.
Janubiy Xitoy sahar gazetining xabar qilishicha, Xitoy yoshirun kuchga ega sun'iy hamrohga o'rinlashtirilgan zarrachi nur quroli uchun olam bo'shlig'iga asoslangan energiya sistemasining asli nusxasini yasaganligini, yuqori quvvat va yuqori aniqlikning bir-biriga mos kelmaslik masalasini hal qilganligini da'vo qilgan. Gerçi asaslık maqsad zarrachi nur qurollari bo'lsa-mu, bu texnika lazerlik aloqa, ion ittirgich va elektronlik urush uchun olam bo'shlig'iga asoslangan radarni o'z ichiga olgan texnologik qo'llanish yushurun kuchiga ega ekan. Undan boshqa quyosh energiya taxtalari orqali tok bilan ta'minlanadigan yo'nalishlik energiya qurollarining tuvan tannarxi bilan nishonlarga buzg'unchilik qila oladigan bo'lg'achqa, texmo unumlik sun'iy hamra mudofaa sistemalari uchun yoshirun kuchga ega ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.